Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana xudo xolasa bizni polyamizga bugun Qo'soyda Murodjon akam kelibdi. Murodjon aka, assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi aka? Yaxshi, rahmat. Sog'lar, yaxshimi? Ishlar bilan Xudoga shukr. Murodjon akam bilan bir 4 yildan beri tanishmiz. Shu boq qilgandan beri borib giloslarni ko'ramiz, mehnatlarni ko'ramiz. 4 yil degandan endi polyamizga keldi Murodjon aka. Abdumalikda ham ishlarimni ko'raydi-da. Qanchalik yaxshi. Mana gilos ko'chat yetishtiradi. Abdumalik mana o'zi Ozarbayjonga bordingiz, ko'chatlarni yetishtirdi. O'sha agrovoloknoni qo'yib ishlashgan. Men siz bu ko'chatlaringizni ham ko'ryapman. Mana bu yil o'zim ham ancha ko'chat oldim. Ko'chat mana shunaqa bo'lishi kerak Abdumalik. Mana bo'yi 1,5 metr. Yon shoxi yo'q. Pastki kurtaklar hammasi mana chiroyli turibdi, sog'lom. Ko'chatni o'ta qalinligi kerak emas, o'ta bunaqa yonidan kesib qo'yishadi. Bu narsa umuman kerak. Bu kurtakni quritadi. Shakl berish ham kerak emas. Shakl berish ham kerak emas. 1 litr usulda yaxshi. 1 litrdan ortiqcha nima qalinligi, nimasi shunga rahmat. Shunaqa ko'chat tayyorlabsiz. Yangi sortlardan men hammasini ko'ryapman. Juda chiroyli. Mana ko'chatlarimiz juda katta bo'lib ketgan. Bunga nima deysiz mana? O'zingiz endi ortiqcha katta bo'lish, ortiqcha yo'g'on bo'lish bu ko'chatni kelajakda ko'karishi, pastlik kurtaklar qurib ketish. O'zi hozir sizda qurimabdi. Qurib ketgan bo'lsa bu bog'bonga ziyon. Boq qilayotgan odamga ziyon. O'shuning uchun biz gilosga shakl bermayapmiz. 1 litr usulda tayyorlayapmiz. Sababi ko'pchilik buni shakl bergandan keyin 60-70 dan kesiladi. Bu obrazga balandga chiqib ketadi. To'g'rimi? 60-70 emas. 50 kesamiz. Buni 50 25 santimetrda nima chiqadi? Shox chiqadi. 25 santimetr pastda bo'lmasligi kerak. Chunki u dori sotayotganda xalaqit beradi. O'sha 50 razmer. 50 da. Hozir qishda buni kesib bo'lmaydi. Hozir mana shuni ekib qo'ysa, erta bahor kesiladi. erta bahor sovuqlab o'tganda kesiladi. Ishlaringizga omad Rahmat tilayman. Murodjon aka. Yangi navlarda dehqonlarga yetkazishtirib berishda omad, kuch-quvvat tilayman. Endi ko'chatni yetishtirish bitta, ikki daromad olishni ham o'ylab agar harakat qilsangiz, xudo xolasa dehqonlarimizdan berayotgan ko'chatlarimiz xudo xolasa borib videosini tashlab, kim qanaqa daromad olishni boshladi, kanalimizga yillar davomida joylab boramiz. Sog' bo'lasizlar Murodjon aka. Rahmat, sog' bo'ling.